Koreya mavzusi to'g'risida bir narsani aytayin, mayli. Meni o'zimni gapim emas. Bu mahkama masalasida musulmon odamni axloqiga tegishli narsa shu bo'lishi kerak. O'zi ko'rmagan, o'zi eshitmagan, taxmin va gumonlarga asoslangan mavzularga musulmon odam kirmaydi, aralashmaydi. Payg'ambar alayhissalomdan hadis bor. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi degan. Kishini islomini go'zalligidan o'ziga aloqasi bo'lmagan mavzuga aralashmasligi. Ya'ni molo ya'niga aralashmaydi, maqsadsiz narsalarga. Endi mahkama masalasi, bu yerda odam o'lgan, uni sud hal qilish kerak. Shubhali narsaga aralashib qolsa, ertaga javobgarlikka tortiladi. Dunyoda ham agar qo'lga tushmasa, oxiratda ham javobgarlikka tortilib ketadi. O'shaning uchun kimdadir mavzuga aloqador, kimdir qotil bekinib turibdi, guvohlari bor, qo'lida sharoiti bor, imkoniyati bor, u qotilni topishlikda yordam bersa bo'ladi. Lekin masalan zino masalasini ham gapirilyapti bu yerda. Unga o'xshagan narsalarda to'rtta guvohi bo'lmasa, o'zi ko'rmagan bo'lsa, u narsalarni palonchini o'ynashiydi, pistonchini anaqasida edi degan gaplar bilan ayplash ham to'g'ri emas. Ayniqsa o'tib ketgan odamlar to'g'risida. Biz musulmonlar o'zaro bir-birimiz bilan agar foydali mavzular bo'lsa, bahslar qilsak mayli bo'lar. Lekin foydasi yo'q. Ikki taraf shaxsiy adovati, shaxsiy qarashi bilan bir-biriga qarshi men yengaman seni qilib janjal qilishi to'g'ri emas. Endi mana shunaqa masalalarga deyarli aralashmas edim. Eskitdan ham o'zi shu. Ko'p odamlarning ichida shov-shuv bo'lgan masala Sherali Jo'rayev, Alloh rahmat qilsin, masalasi. Botir Qodirov bilan Shohijohonlarning o'rtasidagi mavzu. Ikkala tarafga ham gapim o'tadi, ikkala tarafga ham nasihat qilib, maslahat qilib gaplashsam bo'ladigan bolalar. Aralashmay yurdim, keyin u anaqa bor edi. Umid degan bitta bola bor edi, Muhammad Rasul nomini qo'yib olgan. To'satdan chiqib meni haqorat qilib, aralashmaysanmi? Mana shunaqa tom bilanda endi olib kirmoqchi endi. O'z kirsan, ikkala tomon ikkiga bo'linib olgan. Na unisini Botir Qodirov taniydi, na bunisini Shohijohon tanimaydi. Hech kimga aloqasi yo'q. Oilasi, ularning oilasiga umuman aloqasi yo'q. Kirib olib, san undoqsan, Botir mundoq gap yotibdi. Amina Xayriya degan profilda Rahmatulloh degan bitta